Hurmatli avtoservis kuzatuvchilari, mana sizlar uchun novinka olib keldik. O'zi har doim novinka olib kelib turib, sizlar uchun taqdim etamiz. Mana injektor apparati 605 Plus Launch kompaniyasidan. Mana yaqinda kelgan apparat, buni men sizlar bilan mana ochib turib, mana hozir o'zim ham o'rganib olaman, biratolasi. Mana buni mana ishlatish oson ekan, o'sha 605 Plusimizga o'xshaydi. Mana ultrazvuklar o'zida mamtni mana yoqqaninglardan keyin mana oson ekan. Birinchi endi nastroykasiga kiramiz. Mana settingga, mana setting kirib turib tilini o'zgartiramiz. Bu yerda mana o'zi rus tili turgan ekan. Sekin qaytib chiqib ketamiz. Tak, mana nazar degan. Mana endi piezo injektorlarni tozalamoqchi bo'lsak, mana piezo deb yozib qo'yibdi mana bu yerda. Yo'q, menga piezo injektorlar o'sha высокий давление Toyota Mercedes injektorlar kerak emas. Men oddiy injektorlarni tozalayman desa, EFI mana. Bu o'sha MPI, EFI, FSI o'sha bitta bir xil injektorlar bular. Yo'q, menga turbo motorlarniki kerak, o'sha Captiva turbo injektorlarni tozalayman desa, GDI. Mana GDI ga kirib turib, hamma narsa ruscha yozilgandi mana. Испытание на сопротивление, ультразвуковая чистка, проверка утечки, однородность распыленности deb yozib qo'yibdi mana. Количество впрыска форсунок. Yoki bularni bitta qilmayman, bratolasi bitta avtomatik qo'raman desanglar ham bo'ladi. O'sha avtomatga kirasizlar. Mana mamtda hamma narsa yozilgan. Ожидание работы ham sekundda o'lchanadi. 592 sekundda hamma narsani bajarib bo'ladi. Startda bosasizlar, mana svetlar yonib turibdi. Tak. Mana mamtda mana oddiy injektorlarga EFI. Bu turbo injektorlarga, o'sha Equinox, Captiva 3larga, mana shu Malibularga, ikkinchi Malibularga GDI bo'ladi, высокий давлениеda. Endi men bu noodatiy holda o'sha Mercedeslar, faqat o'sha benzin dvigatel bo'lish kerak. Mercedes, Toyota, BMW kelib qolsa, ular uzun anaqa injektorlar bo'ladi. O'sha piezo injektorlar uchun. Men buni nastroykasini ko'raman desam, kirsa bo'ladi menimcha. Mana rus tilida hamma narsa. Nastroyka parametrlar ham bor mana menimcha. Mana gromkisi ham balandroq qo'ysa bo'ladi. Mana yarkisi, ekranni nastroy qiladigan. Buni sekin chiqib ketamiz, nazar qilib, bu yerdan. Bu narsalar kerak emas bizga. Chiqib ketdi. Endi mana bugun mana shu GDI kelib qoldi deylik. Mana shu GDI o'sha Equinox injektorni yechib turib, GDI ga qo'yamiz. Va mana ketyapti mana. Испытание на сопротивление. Bu o'sha na razmagnichivание deydi, o'sha ustalar bilishadi. Ultraзвуковой очистки. Mana buni alohida qo'ysanglar, mana buni bossanglar ketdi. Biz mana ultrazvuk mana davleniyalar ko'tarilib ketyapti, mana ultrazvuklar ham ishlab ketdi mana. Mana stopga bosasizlar. Endi bu o'zi avtomatik deganda o'shani boshlab qo'yasizlar. Borib turib bemalol ishlan qilib, boshqa ishlarni qilib turib, yana qaytib kelsanglar o'sha 592 sekund degani o'sha 10 minutlarda qaytib kelsanglar, o'sha tayyor qilib qo'yadi. Endi lekin bitta narsa yana bor. Men ultrazvukni birinchi qaynatib olish kerak bo'ladi, keyin qo'yib olish kerak bo'ladi. Ultrazvuk mana ishlaydi. Bunga qarab turish kerak ultrazvukka. Ultrazvuk ishlab turib to'xtaydi-yu, keyin mamtga taxlab turib, keyin ko'rasizlar o'sha birinchi bo'lib raspilni ko'rsatadi. Keyin ketma-ketlikda mana bu sepib chiqadi. Endi oddiy hol mana shu injektorchi akalarimiz biladi. Buni oddiysini ishlatsa ham buni bemalol ishlatsa bo'ladi. Tak. Endi buni ko'pchilik so'raydi, nech pul yoki mana shu kommentar yozib keting deb aytishadi. Bu narxni ham aytib ketamiz. Hech nimani sir tutmaymiz biz. O'sha launchdan yaqinda mana shu keldi. O'zim mana shu dekabrda o'zi buni ko'rsatishdi bizga, o'sha ko'rgazmada. Mana aprelda o'sha 15-chilarda olib chiqdik buni. Buni narxini xudo xolasa 11 million qilib beramiz. 11 million. Ya'ni kelsanglar yana bonuslar bor, skidkalar bor, qilib beramiz, gaplashamiz. Bularda o'zi ichida suv bo'lmaydi, jitkislarni qo'shib chiroyli qilib qilib beramiz. Sizlarga ham mana shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Sergeli Moshina bozor 77-do'kon yoki mana bu batafsil ma'lumot beramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, yana ham chiroyli qilib sizlarga tushuntirib, to'liq ma'lumot qilib, o'sha yoki mana shu do'konga kelaversanglar, bolalar mana shuni ochib, ko'rsatib, o'rgatib ham qo'yishadi.